Assalomu alaykum, hurmatli qiziquvchilar, hurmatli o'quvchilar. Bugun bir amaliy ish sifatida bir ishni bajarib ko'ramiz. Bu ishning asosiy maqsadi, demak, biz Vegetas indeksini aniqlash, ya'ni o'simlik qopqon indeksini ma'lum bir tuman misolida. Demak, bizga arqmap kerak bo'ladi. Arqmapdan endi biza qaysi hudud kerak bo'lsa, biz shuni qirqib olishimiz kerak yoki chizib olishimiz kerak bo'ladi. Bizda chizilgan tayyor ma'lum bir qishloqda aytaman, chunki sababi kattaroq hudud aytadigan bo'lsak, vaqt ko'p ketib qoladi. Shuning uchun bir qishloq sifatida qishloq misolida ko'rsataman. Demak, bu yerda xohlagan bir qishloq tanlab olsak bo'ladi. Qishloqlar ko'p. Yangiroq Ostona qishlog'ini qilsak bo'ladi ekan. Ostona qishlog'ini belgilab turamizdan, demak, adat eksport etamiz. Ostona qishlog'i pastda joylashgan, demak, bu yerda Ostona qishlog'ini fayl, sizlarda bu yerda bunday bo'lishi mumkin yoki bu tarzda qolgan bo'lishi mumkin. Lekin fayl aytib olish kerak, Ostona qishlog'ini qo'shishimiz kerak. Yes, endi Ostona qishlog'i qilib olindi. Demak, buni bizlar endi Ostona qishlog'ini Google Earth Engine'ga yuklaymiz. Chunki Vegetas indeksini biz Google Earth Engine'dan olamiz. Buni oladigan bo'lsak, demak, bu yerda kod editorga kiramiz. Google Earth Engine registratsiya qilingan. Google Earth Engine registratsiya bo'yicha agar bir narsa so'ragan bo'lsangiz, registratsiya bo'yicha videolarimiz ham yuqorida joylashgan. Demak, aksiyga o'tamiz. Bu yerda aksiyga o'tib, bu yerda new, internet tez bo'ladigan bo'lsa, tez ishlab ketishini mumkin. New ga girsam, new ga kiramiz, shape fayl qo'shamiz bu yerda. Select ga kiramiz. Selectda, demak, shu tanlab olishimiz kerak-da hududni. Yerda joylashgan bo'lsa, mana shu joylashganda Ostona degan qishloq bor. Faqat qo'shadiganimiz Ctrl bilan bosib turib, dbf sbni sbx kerakmidi, buni belgilaymiz. Faqat 3x qoladi. Ortiqcha kerakmidi. Agar update ko'rinmay qolsa, qaysidir kompyuterlar ekrandan o'rganmay, buni zoomni sal kichraytirib beramiz. 80 ga tushirib bersak, zoom ko'rinadi. Update etamiz, update qo'shdi. Xudo xolasa qo'shdi boshladi. Shu qo'shgandan keyin sizlar qo'shib bo'lgandan keyin gaplashamiz. Hozir esa bizlara shape faylni, demak, nani qo'yishimiz kerak? Demak, buni biza portret rejimida qilganimiz yaxshiroq. Chunki hudud shu portret rejimine mosroqda. Xolasangiz albomli rejimida qilsangiz ham bo'laveradi. Endi biza birinchi aytadigan ishimiz koordinat tanlash. New grid, new, next. Stil o'tamiz. Demak, stilda bossak, demak, proporsiyaga kirib, bu yerda to'rni sal foizini kamaytiramiz. Chunki to'r avjinda ko'rinsa bo'lmaydi. Interval endi bu yerda 0 gradusdan 5 keyin levels o'tib, bu yerda faqat gradus minutlar ko'rinsin degan belgini qo'yamiz. Bu yerda rangini qoratamiz. Menimcha bo'ladi. Okay. Kartanın to'rlari netib oldik. Hududni sal kattaroq atamiz. Qaysi masshtabda o'rganishini ko'rishimiz kerak. Birinchi hududni uzoqlab, demak 44.000, demak 45.000 masshtabda o'rganadi. 45.000 masshtabni qo'shib beramiz. Okay.
45.000 ko'rsam mana to'g'ri keldi. Ostona qishlog'ida. Endi nomini kiritamiz insertda. Text insert. Hali biz ma'lumot kiritmadik-ku. Ma'lumot kiritishimiz uchun text joylashgan. Ostona qishlog'ining demak nomisi katta harflar bilan yozganimiz boshqa. Musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaysan, bu so'zni qadriga musofir yetarkan, musofir tushunarkan deyishadi. Karta sxemasida yozib qo'ysak bo'ladi. Qishlog'ini o'simlik ostona qishlog'ini o'simlik qoplami xarita sxemasi. O'simlik qoplami indeksi. Indeksi xarita sxemasi. Shriftini kattaroq olsak bo'ladi. 20 metr ko'ralkan. Bo'ladi, 20 metr ham bo'ladi. Nima ishni yazsangiz ham bo'laveradi. Shriftini o'zidan o'zi to'g'rilasizlar, chiroylatib. Asosiysi to'g'ri maqsad va unga qaysi yo'l bilan yetisha olishingiz sabab hammasi Allohga bo'lgan ixlosing uchun. Karta sxemasi desangiz ham bo'ladi, xarita sxemasi nomi turibdi. Yana biza injini qaytadan bo'lsak, bu yerda yuklab qo'ygan import etamiz, natijani olishimiz kerak. Biza kodlarimiz bor, tashlab berganman kodlarni sizlarga. Shu kodlar asosida bu yerda kontrol saytimiz Telegramimizda tashlab turibdi kodlar. Demak, bu yerda kontrol aytamiz. Bu yerda AUI yetib berilgan, yo'q, ROI deb aytilgan. Ya'ni shu fayl ROI bo'yicha 40 ball yoki ROI bo'yicha natijani chiqar degani. Natijasi chiqadi. Lekin bu yerda biz aprel oyini olamiz, chunki aprel oyida biz bug'doy o'simliklarini ko'ramiz. Bug'doy ekilgan hududlarni. Aprel may oyida bug'doy nima bo'ladi? Aynen natijani chiqardi. Xudo nasib etsa natijani chiqardi. Run etamiz. Desak, bu yerda skachat qilib oladi. Chunki vegetatsiya indeksini ko'rib turibsizlar, yashil rangdagilar ko'proq o'simlik o'sgan joylar. Demak, bu tarafimiz qumli hudud bo'lgani uchun bizda yashil rang kam bo'lgan. Demak, ham aprel oyida hisoblanadi. Aprel may bo'lgani uchun bahorning 7 oyi. Shuning uchun hozir skachat etib bo'ladi va shu bilan davom ettiramiz. Tak, mana yuklab oldi. Demak, yuklab olganimizni biz Open Drive yuklab olishimiz kerak. Bugungi 13 demak skachat qilib olsak, Drive'ga tushdi. Demak, загрузкаga tushadi. Загрузка debdimi? Şu faylın içine taşıyımız. Şunu indi bize gizli yüklep alışımız gerekti. Gizli yüklep alışımız için bize şöyle kadar bağlamız.